Ko'zingizni orqasida chandiqlar paydo bo'lgan. Ko'radigan zonangizda. Dog' bilan ko'rasiz. Tiniq ko'rmaysizda. Miyopiya yuqori darajasi bo'lgan odamlarda, ko'zi katta bo'lgan odamlarda chandiqlanadi. O'zi chandiqlanadi. Bu o'sha qon aylanish buziladi-da, ko'zdagi to'r pardani yaxshi qon bilan ta'minlay olmaydi. Va o'sha hisobiga o'sha mana shu ko'radigan, makula degan qismda chandiq paydo bo'ladi. Keyinchalik sizda o'sha chandig'ingiz xalaqit qilyapti-da, mana bu yerlardan toza to'qima olib, bu yoqqa ko'chirib o'tkazish operatsiyasi bor. Transplantatsiya makula deyiladi. Hozir bu narsa rivojlanmagan, lekin bu vaqt o'tgan sari rivojlanadi. Menda bir 20-30 bemorim bor shunaqa. Ularni men raqamini yozib qo'yganman. Siznikini ham yozib qo'yaman. Transplantatsiya makula yaxshi rivojlansa, yuqori darajali miyopiyalarda keyin biz o'shani ko'chirib o'tkazib o'rtada dog' ketkazib beramiz. Ungacha sabr qilib turasiz.